Bugungi mavzuyimiz xalq tilida aytiladigan burundagi go'sht deyiladi yosh bolalarda, meditsina tilida adenoid deyiladi. Adenoid bu insonda mavjud bo'lishi kerak bo'lgan murtaklardan biri. Insonda demak Pirogobaldir halqasi degan murtaklar bo'ladi. Shu murtaklardan biri. Buni nimasi o'zi normada bo'lishi kerak. Bu himoya vazifasini bajaradi. Lekin irsiy omillar, tez shamollash oqibatida bu o'sib ketadi. Bu joylashgan joyiga ko'ra bu burunni orqa tomoni va halqumni orqa tomonida joylashib, bu o'sib ketsa burun teshiklarining orqa tomonida va qulog'imiz bilan burnimiz o'rtasida maxsus nay bor. Bu nayni oti estaxiy yoki eshituv nayi deyiladi. O'sha eshituv nayini teshigini bekitib qo'yadi. Natijada bu o'zi normada 13 yoshgacha o'sadi. 13 yoshdan keyin bu o'smaydi. Natijada yosh bolalarda bu qanday oqibatlarga olib kelib qolishi mumkin? Demak, burun bitishi, quloq eshitmasligi, burun nafas olmasligi orqasidan demak bolada nima bo'ladi? Tez shamollash, xotira pasayishi, tishlari ochilib ketadi, oralari tanglay o'sib ketadi, har doim lovi yorilib yuradi, tez kasallik, har xil kasalliklar olib keladi. Endi buni vaqtida darajalari bor. Birinchi, ikkinchi darajada davolamasa bo'ladi. Birinchidan kamroq shamollatish kerak bo'ladi, chiniqtirish kerak. Endi 3-darajaga o'tgandan keyin buni albatta olib tashlash kerak. Ilgari davrda burundan bolam go'sht oldirdim deyiladi. Bu juda ham og'riqlik yo'l bilan adenotom degan asbob bilan. Hozirgi zamonda tibbiyot rivojlanib, juda ham bola sezdirmagan holda mahalliy sekin anesteziya qilinyapti. Sekin bezarar narkoz berilyapti, tozalab tashlaryapti. O'sha kundan boshlab bolani holati yaxshi tomonga o'zgaryapti. Endi shu adenoid bor bolalar qanaqa bo'ladi? Birinchidan yuqori jag' o'sib ketadi. Tishlar yirilib ketadi va bola har doim og'zi ochiq uxlaydi, og'zi ochiq yuradi va bolaga lampa so'zini aytsa lampa deyolmaydi bola va buni lor vrach qo'lini tutib ko'rgangidagina aniq diagnoz qo'yiladi. Endi hozir shu olib tashlagandan keyin aka darajasi ko'payib ketsa, o'sha kundan boshlab bola chiroyli uxlaydi, og'zi yumuq, qulog'i o'sha zahot ochilib ketadi, chunki bu qulog'ida nay teshigini bekitib qo'yib, qulog'ida ham eshituv pasayishiga sabab bo'ladi. Onalar keladi vrachga, aytadi, bolam yaxshi eshitmayapti. Bolam og'zi ochiq uxlayapti, darrov adenoidga o'sha kundan quloq lopaytib ochiladi. Bolam xotirasi yaxshilanadi, ishtahasi ochiladi va sekin bo'y o'sishni boshlaydi. Endi buni nima desamki, qolib ketsa, xunuk oqibatlarga olib keladi, bolaning kelajagiga salbiy ta'sir bo'ladi. O'shaning uchun e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bu adenoidning asoratidan bolaga zarar yetkazishdan.